Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli bizani kuzatuvchilarimiz. Yana bugun ham Bag'at Toshkent kolxozimada o'rishbeshang. Toshkent kolxozida ish qurdik. Yangi Qadam mahallasi ekan. Shu yerda hozir yana bir 7-8 dona ish qo'yib berdik. Bir qator yana sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Yana bir dena yarmi ish qo'ydik. Bu 1.20 ga 2.10 bo'ldi buning razmeri. Mana shu durishi 1.20 ga 2.10. Bahası ishi durishi 2,5 million so'm. Shama narsasi, nalishlik koronasi, zamoqlari, quloqlari ham 4 dan qo'yilgan. Zamoq ham yaxshi zamoqdan qo'yilgan, million. Material 0.8 likda. Keyin bu yerda yana yakka eshik bor. Buni razmeri 90 ga 2 metr bo'ldi. Buni bahası 1,5 million so'm yana shu durishi. Nalishlik koronasi hamma narsasi bilan birga. Açılışlarını gösteremem hadi. Yine ichkari taraflari. Yine kulaklarım 4'ten qo'yilgan. Bu yerda endi zal ekan. Zaldan bir ko'rsatib beramiz. Yine usta bizni ishlarni bir ko'rsatib o'ting dedi. Ustaning ishidan baqa berasizlar, malyarchik ustani. Beksat ustani Kalajikdan. Yine Beksat usta ishlab o'tgan bedi. Kalajik yo'limda. Yine o'zi 4 tane Beksat usta. Yine bedi. Keyin dalanda yarım eshiklari bor. Bu ham shu 1.20 ga 2.10 razmeri. Şu bahası 2,5 million. Keyin beden boyuna 90'lık. Joya giraverish. Spalni joya qo'yilgan bu. Yana dalandan bu. Yana dalanda o'xshab ko'rsanishi. Yana sanijidan baqa berasizlar. Endi shu yerda bir yangilik ham etdik. Ya bu Eryan akam shunday eshikning tovarında shunda eshib ketib qoplab berdik. Hali birinchi etishimiz bunday ishni. Buni ham bahasini berasizlar, xudo xolasa. Bandım zor çıktı. Biz ergenek bo'lgan ekan bu abi. Yine videoni ham qo'yamiz. Ergenekda turgan vaqtdan ko'rib bahasini beraverasizlar. Shunday xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Yine eshik qurgan yerimizda shunday ergeneklari bor ekan. Shuni ham qoplab turibmiz. Hozir eshikning tovarında bitgandan keyin ham xudo xolasa bir ko'rsatamiz. Yine bandım joya chiroyli vid beradi ekan. Keyin beram nalishlik bilan qarorga qo'yib berdik. Bu yerda eshik qo'yilmagan. Keyin bu yerdan bu eshiklar. Benim 90'lık eshiklari bor. Bunun bahası 1,5 million so'm yaxshi durishi. Quloqlar ham 4 dan qo'yilgan. Yaxshi quloqdan. Zamoqlar ham yaxshi original zamoq. Ular ham takiz ishlangan. Rezinkasi bor. Bu kuxnasi ekan. Mesela görüp bahasını verip beraberasizlar. İşlerimiz yoqsa like basıp abone olup barыңlar. Shunday ishlardan kerak bo'lsa bemalol telefon ataverasizlar. Telefon nomerlarini qoldiramiz yo'ntagida.
Size sağ olunlar, selamet olunlar. Hemen işlerine Ahmet.